Yangidek turibdi. Даже kraskalari ham ko'chmagan. Servis xizmati ko'rsatganimiz to'g'risida nima tuzib ketamiz mana shunaqangi. Mana o'g'illar ikkinchi darajada pasaytirildi deb tushadi. 7 ta xona, 145 kvadrat metrdan sal oshiqroq. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugun Andijon viloyati Andijon shahriga kelganmiz. Bu yoq tomondan kelish Pushkin bog'i. Mana xonadonimiz bu yoqqa 2022-yil oxiri 2023-yil boshida Core modelimizdagi qachonimiz dastlabki qilib yetkazib berilgan. Hozir servis xizmatini ko'rsatish maqsadida yetib keldik. Servis xizmatimiz ham bartaraf etildi. Mana bu ruchkamiz ozgina ishlash muddati tugab, ish ko'rsatib qo'ygan ekan, uni to'g'rilab berdik. Mana kacholni qarab ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli holatda ishlatib kelganlar klientimiz. Yangidek turibdi. Даже kraskalari ham ko'chmagan. Buni zapravka qilib, artib tozalab, chang-chungiga qarab, chiroyli qilib mana bunaqangi qilib virchkalar ham qilib qo'yganlar. Kacholimizni mana pasportlari bor. Biz pechatlarimiz hamda servis xizmati ko'rsatganimiz to'g'risida nima tuzib ketamiz mana shunaqangi. Xonadonimiz egalari. Xo'sh tog'a, kacholdan qalay, yaxshimi? Xudoga shukr, zo'r. Allohga shukr. Atopor mashina o'ylab topganiga rahmat uni. Ilohim. Mana 2-yil mana 7 ta xonani haqiqatda juda zo'r istadi. Mana o'g'illar ikkinchi darajada pasaytirildi deb tushadi. Zo'r. Yuradi qo'lib turib o'ryaptimi mana servisi ham, hamma yo'q, ishchilari ham rahmat katta. Aytib hali anaqa qilmasdan yetib keldim. Hayron qoldim. Servis gruppamiz shunaqangi, juda ham tez, aktiv. Azizlar, kimga shunaqangi komfortli, ekonomik hamda foydalanish uchun juda ham qulay bo'lgan kachollar kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Teplojal YouTube kanali, Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqangi ma'lumotlardan chetda qolmaslik uchun mana hozir isitish maydonimizdan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Isitish maydonimiz shu topli bo'lma radiator sistemani hisoblab chiqilganda 140-145 kvadrat metr tashkil qilyapti. Shu uylarda bo'lmayapti. Bu yoq tomon menimcha mehmonxona bo'lsa kerak, boshqa. Bu yoq tomon ikkinchi etaj, faqat chiqib yurmaymiz u yoqda. Mana xona. Hozir hammani bezib taqamaylik, ikkinchi etajda hozir yashab turishibdi ekan azizlar. Xonadonimiz yana qaytarib o'taman. 7 ta xona, 145 kvadrat metrdan sal oshiqroq. Zavodimizga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Shartnoma asosida dastavka qilib yetkazib beramiz azizlar.